Qo'shgan navbat nech pul? Navbatni bir dapasangiz bo'libdi. Biz qo'shqanning navbatni manchi pul demaymiz. Kan xalqimiz O'zbekiston. Bağı barcha yo'qcha ba ahvolda qilamiz. Masalan, navbat nech pul bo'lsa, pulrayni qilsin. Yana. Bu zopini ko'rganda pulrayniga men qo'shgan navbat nech pul bos bo'lgan deb yozsin, shu yerni tanlab muqim qiladilar. Pulninchi yasa shu normal ahvolasi tanlasak bo'ldi. Anda qo'shqaning nasli Mehmet Izizning qo'shqani bo'lsa, yaqin elanlashibanga. Mana. Bizning yakan Bag'avatga Mehmet Izizning qo'shqani bo'lsa, andikan men yana bir qo'shqa bor mana. Ha qo'shqani ko'rsam bo'ldi. Baba. Pas qo'shqan basadash. So'xolga Dulan birning balasi. Dolan birning bo'lsa. Mana shu qo'shqaning navbatini mashpul dimidoq. Qo'shqani ko'raplam, naslini tushundinglar? Qanday ekan qalablam bildinglar. Mana pulrayni azizlar. Ha qo'shqaning navbati mashpul bos bo'lgan deb. Biz shu yerni tanlaymiz. Andikan qo'shqan ismi bormi yo'qmi? İsmi yo'q. Ha, mana shu ish qo'shqaga muvofiq ism qo'yganliga Bir qo'yni haqsiz qo'yib turmiz. Bile ismdan birini topsa. qo'yib beramsa, bichoni chiqib beramsa. Bichoni chiqarib turmiz qo'yni. Ha, mush qo'shqaga muvofiq ism pulrayni yozinglar. O'shan tanlab ism qo'ygan vaqtda biz zobidatimiz yana. Hujjat biksak, shu ismni qo'yguncha Raus muvofiq qayda ism qo'yguncha bir qo'yinglar. Haqsiz bichoni chiqarib olib kelsangiz bo'ladi. Yana birga qo'tanning suratga. Ma qo'yilning hammasini qo'shgan navbat tutib turgan qo'ylar. Qo'yingni bir sharoitingni bo'lmag'ab qolsa, oyoqlashib asinjan bilan. Kulmagan qo'yinglar agab etmayga. Hamisha kulganda qo'shqaga silab navbatni qo'yib, bichon chiqqan vaqtda anga olib kelsangiz bo'ladi. Qo'shqaning o'rni dash. Feyzat Naim Misha 14-kenetdi. Telefon nomeringni 136 57 54 66 30. mana shu nomerni eslab tutilib, aloqalashib, bo'lmasa nahmaydan kelib qo'shqani bir ko'rib baqsangiz bo'lsa qolgani. Hamisha kelib qo'shqani bir ko'rib baqsanglar, huzur mana. Bo'ladi. Deyishib, qo'yingni silib paylanib qolsangiz bo'ldi.